Xrustyashi baqlajonli salat qilmagunimcha qo'ynim tinchimadi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar ishtahalarni ochib yuboraman. Bugun no'zdayo tayyorlayverasiz. Baqlajonlarni tozalab, shunaqa kubik shaklida to'g'rab qo'ydim, suvga solmadim chunki yumshab ketadi suvda. Endiklari uchun 3 pachka kraxmal, 100 gram un, 1 choy qoshiq razrxlitel, 1 choy qoshiq tuz, ketidan 200 ml muzdek gazlangan suvdan sovordim. Yaxshilab aralashtirib, baqlajonlarni botirib olib, qizib turgan yog'da qovurish boshladim. Baqlajonlar bir-biriga yopishib ketmasligi uchun qovurayotganda kam-kam qilib qovurdim. Shuklariga menga 4 tacha baqlajon ketdi. Qovurayotgan o'zi chipsga o'xshab yeb tashadimi? Endi baqlajonlarim qovurayotgan ekan, orada bekorga vaqtim ketmasin-da. Qizimning kiyimlari turib shkafda sarg'ayib ketibdi. Bilasizlar, oddiy parashut bunaqa sarg'ayishli ketmaydi, o'shaning uchun men shaqillab qaynayotgan suvga gipoallergeni bo'lgani uchun qo'rqmasdan baviga yuvitib qo'ydim. Endi bo'lsa kirsillab turgan baqlajonlarga aroyda sousdan qo'shib, xohishga ko'ra men shunaqa ostri sous chilidan qo'shib yubordim. Ketidan pomidor, rukolalarni qo'shib, yana sous bilan aralashtirib, tarelkaga suzayotganda tvorojniy sirlar bilan qo'shib suzdim. Mazasi bir-biriga o'tib, shunaqangi mazali xrustyashi salat chiqadi. Qizimning kiyimlari keladigan bo'lsa, bitta ham dog' qoldimi, yeb yengi deb bo'ldi.